Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Tanishing, bu Ayubxon, sizlarning yangi sinfdoshingiz. Bugundan boshlab sizlar bilan o'qishni davom ettiradilar. Maktabimizda o'quvchilar turli xil o'yin o'ynashlari yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirishi mumkin emas. Chunki o'quvchilarning telefonlari yig'ib olinadi. Hey, maktabda o'yin o'ynash mumkin emas deyishgandi-ku. Sen nima qolsan? Men o'yin o'ynaganim yo'q. Keyingi dars qaysiligini ko'raman. Uni planshetni qayerdan olding? Qara, bu planshetda Jahon School ilovasi bor. Jahon School ilovasida o'quvchi o'zining uy vazifalarini, progressini, hattoki bugungi menyudagi ovqatini ham ko'rsa bo'ladi. Yana planshetda shaxmat bilan mutolaa ilovalari bor. Mutolaadan maktab hamma o'quvchilarga bepul 1 yillik premiya bergani uchun 4000 tadan ortiq kitoblarni elektron yoki audio versiyalaridan foydalansam bo'ladi. Xullas, planshet juda kerakli narsa. Yaxshi, bugun tushlikka nima ovqat ekan? Osh, ketdikmi? Ketdik. Jahon School salohiyatni kashf etamiz.